Assalomu alaykum. Kecha bir juda ham yurakni og'ritadigan voqea bo'ldi. O'shanga video murojaat qilmasam bo'lmaydigan darajaga keldik. Xo'p, kecha trenirovkani tugatib bo'lganimizdan keyin Tiger aytadi, Ramazon kelamiz, kiyinayotganimizda resepsiyonda ishlaydigan Tiger qiz yonimizga kelib bir suratni ko'rsatib, "Bu o'zbek bolasizlar, vatandoshlaring qani?" dedi. Biz bilmaymiz desak, "Bu bolani biz militsiyaga beramiz" dedi. Nimaga sabab desak, O'zbekistondan keladigan juda ham ko'p bolalar yolg'onchi deydi. Nimaga deydi, sizlarda O'zbekistonda rost gapiradigan erkaklar yo'qmi deydi. Hammasi yolg'onchimi deydi o'zbek bolalar deydi. Nima sabab desak, juda ko'p o'zbeklar deydi. Oxirgi paytda juda ham ko'payib ketdi bunaqasi deydi. Shundoq keladida, men trenirovka qilmayman deydi. No training deydida. Kirib tomosha qilmoqchiman deydi. Kirg'izib yuboramiz, trenirovkasini qiladi, chiqib ketadi. Yolg'onchi hammasi deydi. Nahotki O'zbekistonda deydi rost gapiradigan erkak yo'qmi deydi. Pashti ko'p bolalar shunaqa qilyapti deydi. Juda og'ir botib ketdi. Sen unaqa demagin. Biz millatimiz unaqa demagin. Da bordir bir ikkita bunaqa yosh bolalarimiz, lekin sen butun millat shaniga unaqa deb gapirmagin deb biz tortish. Agar pulidan muammo bo'lsa, mayli biz berib yuboramiz o'shalar pulini dedik. Yo'q, pullaring kerak emas, prosta bizga og'ir botdi. Nima qiladi shu arzimagan pulga deydi. Yolg'on gapirib deydi. Sizlar musulmonsizlar-ku deydi. Sizlarda yolg'on gapirish gunoh edi shekilli deb. Juda og'ir botdi to'g'risi. O'shanga video murojaat qilyapman. O'zbekistondan Tailandga kelib trenirovka qilmoqchi bo'lgan aziz aka-ukalar, sizlardan iltimos, shu arzimagan pul O'zbekistondan undan ko'ra u bugun imkoniyati bor aka-ukalarimizga yalinib, iltimos, ilojing bo'lsa menga sponsor etib borgan, o'sha yerda zibor qilmoqchiman. Trenirovkamga Tailanddagi o'sha zalimga to'lab bor deb o'zimiz millatdoshimizga yomon ko'rinak, keyin betdagilarga bu yerda hozir butun millatni shaniga gapiryapti. U Tayga qiz kelib turib, O'zbekistonda hamma yolg'onchi deyapti. Bizning millatimizni shaniga juda og'ir botib ketdi-da. Sen haqqing yo'q, bitta shu bola agar yolg'on gapirib yurgan bo'lsa, shunaqa 5-6 ta bolalar butun millatni bunaqa yomon deyishlikka, qoralashga haqqing yo'q desak, oxirgi paytda o'zbeklarni juda ko'p kuzatyapmiz bunaqa yolg'onchilarni deydi. Shunga bizda shunaqa fikr paydo bo'ldi deydi. O'zbek sportchilarda O'zbekistonda erkaklar hammasi yolg'onchi shekilli degan fikr paydo bo'ldi. Shunga shunaqa deyapmiz, xafa bo'lmanglar deydi. Unaqa demagin. Bizni ko'rding biror marta yolg'on gapirganimiz desak, yo'q, sizlar unaqa qilmadinglar, lekin unaqalari ko'p ekan deydi. O'shanga biz hamma o'zbeklar nomidan undan uzr so'radik. Boshqa bu holat qaytarilmaydi, senga va'da beramiz. Lekin bizni O'zbekistonda erkaklari yolg'onchi ekan. Unaqa fikrlaringni yig'ishtirib tashagin, miyangdan chiqarib tashagin, sen adashyapsan deb tushuntirdik. Xo'p deb uzr so'rab ketdi. Shunga bugun video murojaatni qilishga majbur bo'ldik. Sizlardan iltimos, bu yerga kelib o'sha Tiger Maytaga iltimos shunaqa qilib trenirovka qilmayman deb yolg'on gapirib trenirovka qilib chiqib ketish din tomondan olib qaraganda ham shariatdan bu gunoh. Yolg'on gapirib trenirovka qilish, qilmayman deb turib kirib trenirovka qilib chiqib ketish, pulini to'lamasdan, arzimagan puldan qochib. To'g'ri, kim uchundir o'sha 300, 400, 500 dollar ko'proqdir, qiyinroqdir, to'g'ri, buni to'g'ri tushunamiz o'zimiz ham. Lekin sizlardan iltimos, bularni ko'ziga millatimiz yomon ko'rsatganimizdan ko'ra O'zbekistondagi o'sha imkoni bor tanishlarimiz yomon ko'rinib bo'lsa ham o'shalardan iltimos yordam so'raganimiz yaxshi. To'g'ri tushunasizlar degan umiddaman.